Ko'nglimga mehrdan soldim imorat, devorlari sevgi, ishqdan iborat. Ustunlari vafo, sadoqat erur, to'sinlari baxtdan nafosat erur. G'ishlari quvonchdan birdek urilgan, zinasi ishonchdan mahkam qurilgan. Eshigi ziyodan naqshlarga to'ldi, poydevori esa muhabbat bo'ldi. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Azizbek aka, sog'misiz, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, rahmat. Bugungi shukrona kunlaringiz Allohimga banda, Rasulimga ummat, yaqinlarimga ne'mat bo'lgan baxtli, saodatli kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. G'ururi ora tog'lardan-da baland, saxovatpesha, qadri qaddidan-da baland bo'lgan, so'zlari o'tkir, bir so'zli, matonatli bo'lgan qadrdonimiz, inshaalloh umringiz uzoq, tani joningiz salomat bo'lsin. Oilangiz uchun muhim bo'lgan tani joningiz